Xo'p do'stlar, hozir oldimizda 5 o'quvchimiz turibdi va bular barchasi 1 millionga da'vogarlar. Xo'p, 1 millionni qo'lga kiritish uchun nima qilish kerak? Ya'ni bizani Farabiy maktabimizning o'quvchilarini prezidentiga aylanish kerak. Prezident bo'lish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda hozir bular bolalarning ehtiyojini, o'quvchilarimizning ehtiyojlarini yaxshilab o'rganib chiqishgan va ana shu ehtiyojlarni o'rganib, ularga taklif bilan chiqishadi va o'quvchilarimiz, bizani maktab o'quvchilarimiz bularga ovoz berishadi. Kim ko'p ovoz to'plasa, 300 o'quvchimiz bo'lsa, kim bulardan kimi ko'proq ovoz to'playdigan bo'lsa, o'sha maktabimizning prezidentiga aylanadi va 1 million so'mga ega bo'ladi. Xo'p, agar yaxshi faoliyat yuritadigan bo'lsa, ya'ni oy davomida yaxshi faoliyat yuritadigan bo'lsa, biz bularga stipendiya taqdim qilamiz. Agar yaxshi faoliyat yuritolmaydigan bo'lsa, prezidentlikdan bo'shatib yuboramiz. Xalq yana boshidan tanlaydi. Ya'ni o'quvchilarimiz yana boshidan prezidentni boshidan saylashadi. Paritudimi? O'quvchilar prezidentini aniqlaymiz deb, o'sha kun keldi mana. Demak, birinchi nomzodimiz Sobitjonov Fotih aka. Qani uni eshitamiz. Dardi nima ekan? Avvalambor assalomu alaykum hammaga, ustozlar, aziz o'quvchilar. Bugun men sizlar oldingizda Farabiyga maktab saylanishga turibman prezidentligiga. O'zimning takliflarim bor. Shular bilan hozir sizlarni tanishtiraman. Nima uchun men nomzodman? Men prezident bo'lishimdan maqsad maktab yuksalishi, qulaylik, maktabdagi kamchiliklar bartaraf etish, o'quvchilar manfaatini himoya qilish, ijod, sport va madaniyatni rivojlantirish, muhit va tartibni yaxshilash, maktabimizni yanada faol, do'stona va ijodkor muhitga aylantirishdi. 5-sinflar ko'pchilik xohlagan narsa turk tili. Turk tili qo'shiladi 5-sinflarga. Hozir yo'q ekan ular turk tili. Keyin bir narsani ham aytishimiz kerak. Ertadan keyin Turkiyaga ketilyapti. Borgandan keyin men ham boraman. Borgandan keyin maktab kollejiga borganimizdan keyin yodagi vaziyatlarni o'rganib, ya'ni dars qo'shishga harakat qilaman. Avvalambor assalomu alaykum barchangizga. Har bir katta o'zgarish kichik g'oyadan boshlanadi. Men bugun shu minbarda turib maktabimiz hayotini o'zgartirish uchun birinchi qadamni boshlashni istardim. Demak, dunyoni o'zgartira olaman deb o'ylaydigan odamlar rostdan ham dunyoni o'zgartira oladiganlar bo'ladi. Bu Steve Jobs gaplari edi. Har qanday g'oya va tashabbus shu ruhda amalga oshirilishi lozim. Demak, boshlayman. Men o'zimni maktab prezidentlik nomzodimni oqlashni. Bizada bo'ladigan narsalar avvalambor kichkina ozgina sizlarni tanishtirib o'taman. Keyin batafsil hammasiga bitta-bitta to'xtalib boramiz. Haftalik musobaqalar bo'ladi. Tematik kunlar, yashil qadam, raqamli faxriylar, maktab muzeyi, dam olish burchagi, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi musobaqalar, ovoz berish orqali iste'mol va xarid qilinadigan narsalarni hal qilishinglar va o'smir, ya'ni 9-10-11-sinf o'quvchilar uchun praktika va maktab tarix kitobi. Keyingisi raqamli faxriylar. Maktabimiz ochilganiga 3 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yil ichida juda katta natijalarga erishdik va Instagram profilimizga aktualniy ochiladi. Raqamli faxriylar, misol uchun natijaga erishgan o'quvchilar yoki maktab qachondir natijaga erishgani o'sha aktualniyda qoladi. Bu nimaga kerak? Bu ham hech qachon esingizdan chiqib ketmaydi. 10-15 yildan keyin kursdasizlar bolalargami yo janilargami o'zingizlari bemalol men shunaqa paytda mana shuni qilganman deb ko'rsatishga isbot qila olasizlar. Keyingisi o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi musobaqalar. Bu nimaga kerak? Ko'p o'quvchilar o'qituvchilardan qanaqadir hayajonlanadimi, o'qituvchini savlati bosadimi? Buni oldini olish uchun o'qituvchi-o'quvchi munosabati iliqlashishi kerak. Bunda nima qilamiz? O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida musobaqalar uyushtiriladi, balki o'qituvchi va o'quvchilar aralash bo'libmi yoki o'qituvchilar o'quvchilarga qarshi bo'libmi musobaqa uyushtiriladi. Bunda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi munosabat iliqlashtiriladi. Buning natijasida praktika. Bu asosan 10-11-sinflarga tegishli soha tanlaysizlar. Sizlar fanga qiziqishingiz mumkin, lekin o'sha kasbga qiziqmasligingiz mumkin. Keyin butun umr o'zingizlarga yoqmaydigan kasbda ishlagandan ko'ra, o'zingizlarga yoqadigan kasbda ishlaganinglar yaxshi. Buning uchun bizda hozircha 3 ta yo'nalishda praktikalarimiz mavjud. Meditsina yo'nalishi, pedagogika va buxgalteriya yo'nalishi bor. Xudo xolasa bularni ko'paytiramiz. Sizlar bir kunlik praktikalarga jo'natilasizlar. Xo'p, endi o'quvchilarimizdan bir savol-javob qilib olaylik. Xo'p, Murod, sen siyosatda fikring qanaqa, siyosiy qarashing qanaqa? O'ngmisan, so'lmisan yoki o'ta o'ngmisan yoki o'ta so'lmisan? Chunki buni so'ramoqdaman, chunki bizda siyosat darsi 2 yildan beri o'tilinadi. Buni har bitta o'quvchimiz bilishi kerak. Xo'p, siyosiy qarashingni ayta olasizmi?
Men sal o'ng tomondaman, sababi qadriyatlar kerak, lekin cheklov ham bo'lishi kerak, chunki agar o'ta o'ngga o'tib ketadigan bo'lsak, millatchilik bo'lishi mumkin. Demak, o'ta so'l bu, o'ta o'ng bu millatchilik da'vo qiladi, xuddi Gitler natsizmni da'vo qilgandek. Nimaga Murod sal o'ngroq dedi? Sababi qadriyatlarni ustun qo'yyapti Murod. Ozgina qadriyatlarga e'tibor berishimiz kerak deyapti. Xo'p, Fotih, sani o'zing qarashing. Men o'rtasidaman. O'rtasidasan. Nimaga so'l emas? Nimaga so'l tanlamayapsan yoki o'ta so'l emas? Chunki o'ta so'lda hammaning haq-huquqi bir xil teng bo'lib qoladi. Ular uchun hammani masalan oyligi ham bir xil bo'ladi hammaniki. Demak, kommunizm bo'lib qoladi. Kommunizm bo'lib qoladi. Xo'p. Shuning uchun hammani o'zini masalan ishlamaydiganlar ham, ishlaydiganlar ham bir xil oylay oladi. Bu to'g'ri kelmaydi davlat uchun. Tushunarli. Demak, buni so'l emasligi tushunarli. Buni biroz o'ngroq ekan, qadriyatlarga e'tibor berganligi uchun. Birinchi maqsadimiz har oyda bir yoki ikki marta har bir sinfga kirib, ular bilan 10-15 minut suhbatlar o'tkazish. Asosiy maqsadimiz bundan o'quvchilarga qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa yoki nimadir qiynayotgan bo'lsa yoki nimadir o'zgartirish kiritish kerak bo'ladigan bo'lsa, shularni ulardan so'rab bilamiz va maktab ma'muriyati bilan kelishgan holatda u muammolarni hal qilib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va aziz o'quvchilar. Men Anvar va Zarnigor 10-chi sinf o'quvchisiman. Bu yilgi prezidentlik sayloviga o'z nomzodimni qo'ydim va bunga asosiy sabab men o'quvchilarga bu yerda rahbarlik qilish emas, aksincha maktab faoliyati uchun va nimadir yaxshilash yoki nimadir kerak bo'lsa o'z hissamni qo'shmoqchiman. Endi sizlar bilan o'z prezentatsiyamni bo'lishmoqchiman. Birinchi bo'lib ustozlarni baholash haftaligini qilamiz. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Bilsanglar, ustozlar o'quvchilarni baholaydi. Endi shuni teskarisini qilamiz. Ya'ni ustozlar darsda dars o'tishi, ya'ni dars o'tish metodikasi va aktivligini o'quvchilar baholab boradi. Tiriklik yarmarkasi, ya'ni kichik festivallar. Bu qanaqa bo'ladi? Har oyda bir marta har bir sinf uchun kichik stolchalar ajratiladi va uni o'ziga kerakli narsalar bilan to'ldirishadi, ya'ni uni sotishadi. Biz ota-onalarni chaqiramiz, boshqa maktabdan ustoz, o'quvchilarni chaqirib narsa sotamiz va undan tushgan daromadni maktab o'quvchilarining ehtiyoji yoki qiynalgan oilalarga sarflaymiz. Anonim qutichasi bu har bir sinfga kichik qutichalar qo'yiladi. Unga o'quvchilar o'zida sezgan ehtiyojlarini va anonim savollarni yozishi mumkin bo'ladi. Til kuni. Til kuni bu deylik seshanba kunini ingliz tili deb olsak, ingliz tili faqat darslarda ham, tanaffuslarda, ovqatlanayotganlarda faqat ingliz tilida gapiradi. Boshqa tilda gapirib qo'ysa, unga jarima ham jazo beriladi. Ustozlar uchun intervyu. Bu qanaqa bo'ladi? Har hafta bitta ustoz tanlanadi va uni 5-sinfdan 11-sinf o'quvchilari bemalol intervyu olishi mumkin. Ya'ni intervyu deganda hayot ijodi haqida emas, aksincha o'quvchilarga dars o'tish metodikasi haqida, nimalar o'quvchilarga foydali va bu darajaga qanaqa erishganligi, o'quvchilarga nima maslahat bersa, ular shu yo'nalishda to'g'ri ketishlari haqida ma'lumotlar berishadi. Keyingisi bu qulay oyoq kiyimlar, ya'ni bu faslga mos, ya'ni o'quvchilarni chegaradan chiqmagan holda, o'quvchilarning erkinligini o'ylagan holda faslga mos oyoq kiyimlar qilamiz. Nimaga prezidentlikka ovozingizni qo'ydingiz? Men prezidentlikka o'z nomzodimni qo'yishni asosiy sababi bu o'quvchilarga qanaqadir rahbarlik qilish emas, aksincha maktab ish faoliyatiga gullab yashnashga o'z hissamni qo'shish, ya'ni nimadir kerak bo'lsa, nimadir zaruriyat tug'ilsa, yana o'z hissamni qo'shmoqchi edim. Bu faoliyat kelajagingizga ta'sir o'tkazadi, o'tkazmaydi, nima fikrdasiz shu to'g'risida? Menimcha yaxshi tomonga ta'sir keltiradi. Xo'p, keyingi savol. Shohjahon 1 million so'm pul yutib olsang nima qilasan? 1 million pulni maktabdagi ishlarimga tiqaman. O'zing ishlatmaysanmi? Yo'q. 1 million so'm yutib olsang, prezidentga aylansang nima qilasan? Shu maktab kamchiliklariga 1 milliondan. Aldamayapsanmi? Aniqmi? tiniq. Nima qilasan shunda? Maktab kamchiliklariga-da. Kamchilik ishlatsanmi? Xo'p, oranglarda kimdir o'quvchilarga shunaqa narsa singdiribdi. Kim menga ovoz bersa, dachaga olib chiqaman, uncha pul beraman debdi. Shu gap rostmi? Kim qildi shuni? Sen qilmading? Yo'q. Men aytgandim o'zim sinfdoshlarimga, agar yutsam, xursandchilik uchun o'zimiz sinfdoshlaringga aytgan. Parallellar bilan ular faqat ovoz berish uchun emas, prosta xursandchilik. O'tgan yil ham ruxsat so'rab dachaga chiqqandik birga. Shuni bu yil ham
tashkillashtirmoqchi edik. Просто boshqa bolalarga unaqa qilmagansan-a, hiyla-piyla qilmadingmi unaqa? boshqa bolalarga takliflarim qismini, kichkina sinflarga qisman PlayStation shular aytganman. Shuni qo'yiladi deganman. Ular chunki qiziqishgan, so'rashgan, nimalar qo'yib berasiz deb. Shuni aytganman faqat. Tushunarli, ajoyib, zo'r. Bo'ldi, qaraymiz. Aniqlandi kim yutganligi ovozingizga ko'ra. Xo'p, kimni deb o'ylaysizlar? Kim prezident bo'lganini aytaymi yoki yani orqadan boshlab aytaymi? Orqadan boshlab aytaymi? Xo'p, oxirgi keldik. Kim qoldi? 2 kishi qoldi. Kim? Fotih, Zarnigor qoldi. Ha, 2 kishi qoldi. Fotih bilan Zarnigor qoldi. Ey, prezidentni aniqlaymiz hozir. Prezidentni aytaman. Ikkinchi o'rinni aytmayman. Prezidentni aytaman. Xo'p, 1 million so'mlik pul mukofoti bilan taqdirlanadi va maktabimiz o'quvchilar prezidenti deb e'lon qilinadi. Sobitjonov Fotihjon. Bo'ldi. Xo'p, ikkinchi o'rin Anvara va Zarnigor taqdirlanadi. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Bo'ldi. Fotih gaping bormi yo gapirmaysan? Bo'ldi, xullas kalom, Sobitjonov Fotih bizani sizlarni o'quvchilar, sizlarni prezidentingizga aylandi. Nima ehtiyojinglar bo'lsa, bizdan uyaladigan bo'lsanglar, Fotihga aytasizlar. Anaqa yoqmayotgan bo'lsa eshitib turinglar. Yoqmayotgan bo'lsa, sekin almashtirib yuboramiz, muammosi yo'q. Tushundingmi? Sразу agar yaxshi qilmayotgan bo'lsa, almashtirib yuboramiz, muammosi. Yanvarda bu narsa takrorlanadi. Yana bitta qilib yuboramiz. Yanvar yoki fevralda yana qaytadan qilib yuboramiz. Tushundingmi? Yaxshi faoliyat yuritsa yana qaytadan ovoz berasizlar, bo'lmasa boshqasini saylaymiz. Tushundinglar?